Onajonlarimizdan ko'plab kelayotgan savollardan bittasi anatomik oyoq kiyim bilan ortopedik oyoq kiyimni farqi. Hozir shu savolingizga vrach ortopedimiz Hasanxon Oqilxonovich javob beradilar. Ortopedik oyoq kiyim zadniga mustahkam, tegi egiluvchan, qulay, yumshoq. Ichida ahamiyat tarafi ko'tarilgan supinator bo'ladi. Supinator nima? Hamda ko'tarilgan o'sha oyoqda svod, ikkita svod bo'ladi. Bo'ylama, ko'ndalang svodlar bo'ladi. O'sha svodlarni normani ko'tarib turadigani. Ortopedik. Endi anatomik oyoq kiyim degani xuddi shunaqa mustahkam, zadniga qulay, egiluvchan, bola bemalol yuradi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga plaskostopiyasi bor yo'qligi ahamiyati yo'q. Unga normada mamti ko'tarilmagan. Anatomik degandan keyin bu supinator tekis, ko'ndalang bo'ylama supinatorlar qo'yilmagan oyoq kiyim anatomik oyoq kiyim bo'ladi. 3 yoshgacha anatomik oyoq kiyimi bersa bo'ladi. Klinik keyin 3 yoshdan keyin o'sha podoskop apparatini qo'yib tekshirganimizda yassi oyoqlik, mobil yassi oyoqligini belgilari bo'ladigan bo'lsa, unda keyin ortopedik oyoq kiyimga o'tkazsa bo'ladi.